Anvar aka tez o'tashing. Qoch. Anvar aka kelmang. Qo'rg'onga yuborish kerak edi. To'xta. Nima qilyapsan? Hammasini yeb qo'ying, bundan so'k tayyorlaymiz. Qana bo'ladi so'tni, yeyish kerak yo'q. Yo'q, buni aytishlaricha o'radan zo'r so'k tayyorlasa bo'ladi. Senga zo'r so'k tayyorlab beraman. Olma yomon. G'alati kelayapti so'tda. Birinchi o'ralarimizni tashlaymiz mana. Mana endi qurtlarimizni tashlaymiz. Usta, men ham qurtlarni tashlab qo'ying. Pepsi qo'shamizmi? Qanaqa Pepsi bor suzmanatda. Usta, mahbirapatdan zo'r qilib kelmoq sizlar. Habib bukaniki, moldiki. Bo'ldi, gap yo'q. Endi Pepsi qo'yamizmi? Qanaqa Pepsi? Gazli suvda och. Usta, ochmabsizdan. Xo'p. Usta, qo'yaymi? Qo'y. Yetadi yo'q. Aylanishdan mana. Bo'ldi. Yetadi, sho'rib ketadi. To'k o'chibdi-yu. Hech yo'q, qo'shinikidan to'k tortib chiqamiz. Mana akalar qo'shinikidan ham to'k tortib chiqdik mana. Qishloq sharoiti baribir boshqachada. Yusuf, kendi so'kimiz tayyor bo'ldi. Qalay chiqdi? Zo'r aka. Rahmat. Akalar zo'r chiqdi haqiqatdan. Aka, Tavsiya beramiz, sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. rakti bos.